Kardeşim bereket şoğullan sen gel. Hoşim Palvon Qo'lir. To'yxonadan 200 ming so'm. 65-yillar nomidan 200 ming so'm. Mehnatkash aholisi nomidan 200 ming so'm. 600 ming so'm shu ikki palvondan tovog'i bor. 1 millionga yetkazaman Palvon Qo'lir. 1 million so'mga yetkazaman Qo'lir. Bir madonna gilami ham bor. Ya otangga rahmat. Bobur kim bekor otajonmi? To'yxonadan 200 ming so'm qo'shdim. 1965-yillar kimlar edi shular? Fattah Domullo, Ulmas Domullo Shokir aka. Sizlarning ham otalaringizga rahmat. Alishir aka. Shu 200 ga yana 100 ming so'm qo'shdilaringizlar. 200 ming so'm bo'ldi shu odamlar aka. Buna qiziqadi, agar jigi bo'lsam, zo'r jigi bo'laydi. Jigi bo'lsam, yozib berdilaringizlarmi? Otajonga yozib beringizlar shuni. 200 ming so'm odamlar nomidan, 200 ming so'm to'yxonadan, mana 200 ming so'm mehnatkash aholisi nomidan. 5 mingdan yig'sa ham agar mushuklar beradi. Bir 1995-yillardagini ham qo'shimlarga qo'shtirayman. Uni ham qo'shtiramiz. Hammasini to'lalaringizlarda. Kim matematikada zo'r biladi, mana qara qirolni chaqirib kelish kerakmi? 5 kara 5 qurush deydi. 2001-yillar nomidan 300 ming so'm qo'limda tovoq turibdi og'ayinlar. Kimlar? Zo'r polvon kesin deyapti. Mana qo'limda 300 ming so'm tovoq turibdi. Mehnatkash mahallasi treneri Bunyod polvon tovoqni ko'tardi. Talabgor bo'lsa kesin.